Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2026-yilni mamlakatimizda mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qildi. Mazkur tashabbus yurtimizda mahalla institutini yanada mustahkamlash, aholi farovonligini oshirish va jamiyatda ijtimoiy faollikni kuchaytirishga qaratilgan. Ushbu yo'nalishda Jizzax viloyatida ham keng ko'lamli ishlar boshlab yuborildi. Viloyat hokimi Ulug'bek Mustafoyev rahbarligida mahallalarni obodonlashtirish, infratuzilmani yaxshilash va aholi bandligini ta'minlash bo'yicha aniq rejalar ishlab chiqilib, topshiriqlar berilgan. Jizzax shahridagi mahallalarda amalga oshirilayotgan tizimli ishlar aholi turmush darajasini yaxshilash, bandlikni ta'minlash va hududni obodonlashtirish borasida muhim natijalar bermoqda. Xususan, Olmazor mahallasida olib borilayotgan chora-tadbirlar bu boradagi samarali yondashuvning amaliy namunasi sifatida e'tiborga loyiqdir. Mazkur mahallada bugungi kunda 17 ming nafarga yaqin aholi istiqomat qiladi. Hududda 4350 ta xonadon hamda 4710 ta oila mavjud bo'lib, mahalla yettiligi tomonidan 2026-yilda amalga oshirilishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalar aniq rejalashtirib olingan. Mahallada hokim yordamchisi tashabbusi bilan Sayxonobod tajribasi asosida jami 15 ta mikro loyiha amalga oshirilgan. Ushbu loyihalar doirasida qator xonadonlarda issiqxonalar tashkil etilib, ularda turli sabzavotlar, ko'chatlar va mevali daraxtlar yetishtirilmoqda. Bundan tashqari imtiyozli kredit mablag'lari evaziga ayrim fuqarolar parrandachilik va chorvachilik faoliyatini yo'lga qo'yib, o'z-o'zini band qilishga erishgan. Mahallada amalga oshirilgan yana bir muhim yangilik hududga kirish qismida zamonaviy kichik dam olish maskanining barpo etilganidir. Mazkur maskan bugungi kunda aholi, ayniqsa yoshlar va nuroniylar uchun qulay hordiq chiqarish joyiga aylangan. Kechki paytda bu yerda fuqarolar mazmunli dam olib, bo'sh vaqtlarini samarali o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Mana bu yil prezidentimiz 2026-yil mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qildilar. Buni tagida katta zamin bor deb o'ylayman. Albatta biz mahalla raislari yettilik bilan birgalikda olib borayotgan mana shu prezidentimiz islohotlardan kelib chiqqan holda bizda Olmazor mahallasida ham ajoyib ishlar ketmoqda. Mana o'zlaring ko'rdilaring, olib borayotgan ishlarimizda har bitta yettilikda o'zini vazifalari bor. Vazifalardan biri hokim yordamchimiz bo'layotgan bo'lsa, u har bitta xonadonda ham xonadonma-xonadon yurib, yoshlar yetakchilarimiz ham xonadonma-xonadon yurib, ular ham ishsiz ish bilan band bo'lish uchun ularda har bitta muammosini o'rgangan holda albatta ular bilan ish olib bormoqda. Mana shunday natijasida mana yanvar bilan mana dekabr oyini 2 oyimizda ichida 2 oy tugash arafasida o'zimizni mahalladan 11 ta odamni ish bilan ta'minladik. Bularning ichida 6 ta yoshlarimiz bor. 6 ta yoshlarimizga mana hozir ko'rdilaring 33 milliondan imtiyozli kreditlar berilib, ularni ish bilan band qildik. Erkin iqtisodiy zonasida joylashgan Buvayda zavodiga 2 ta yigitimizni ishga o'tkazib, hattoki ularning buyruqlarini ham oldik. Mana xotin-qizlarimizdan ham 32 ta ayollarimizni ham imtiyozli kreditlar asosida ish bilan band qildik. Hamda hamshiralik bilan bitirganlarimizni o'zimizni mahallamizda xususiy klinika ochilgan, ana shu xususiy klinikaga ishga joylashtirdik 2 ta qizimizni. Ular ham juda ham xursand bo'lib qolishdi. Bundan tashqari mahallamizda mana xatlov jarayonida 14777 ta aholimizdan hozir 17 ming aholi chiqdi. Aholi sonidan kelib chiqqan holda xonadonlarimiz 4530 ta bo'ldi. Oila sonimiz 4987 tadan oshib ketdi. Albatta buni jarayonda mana yurtboshimiz demografik yana bu xatlov jarayonidagi olishimizning maqsadi bu aholilarimizdagi chorvalarga ham biz befarq bo'lganimiz yo'q. Shu ketishda, olishda, jarayonlarda qishloq xo'jaligi, tomorqalardan qanday foydalanishlar to'g'risida hammamiz targ'ibot ishlarini olib bordik. 2026-yilda yo'l xaritasi tuzildi bizda ham har bitta mahallada. Olmazor mahallasida ham albatta o'ziga yarasha 24 ta ichki ko'chalarimizdan mana hozir mana shu jarayonda o'zida 6 ta ko'chamiz sinoska tushdi. Bularda shag'allashtirish boshlandi. Ichki ko'chalarimizni asfaltlashtirishga qo'l qo'yildi. Ya'ni yo'l xaritada tasdiqlandi. Aholi soni ko'payganligi sababli elektr energiyaga ham ehtiyojimiz oshib kelmoqda. Shu sababli mana bizni hozir Toshloq ko'chamiz bilan yoshlar ko'chamizga 2 ta transformator qo'yildi. Ya'ni bittasi 250 lik, bittasi 420 voltli transformatorlar qo'yilib, Tirkash Qo'ysinboyev ko'chalarimizdagi eski
borib elektr energiya simyog'ochlar tortilganda mana shu simyog'ochlarni o'rniga ham mahallaga hozir 40 ta beton stalbalar o'rnatilib qo'yildi. Xulosa qilib aytganda, Olmazor mahallasida amalga oshirilayotgan kompleks chora-tadbirlar hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va turmush sifatini oshirish borasida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu kabi tizimli ishlar mahallani har tomonlama rivojlantirish orqali jamiyat farovonligini ta'minlashga xizmat qilmoqda.